Payg'ambar alayhissalomlardan birlari bizdan avvalgi payg'ambarlar. Ba'zi kitoblarda Musa alayhissalom degan mana shu hikoyada bemor bo'lib qolgan ekanlar. Shunda Alloh taologa duo qildi. Alloh taolo bir daraxtni borib bargini yeyishlikni tavsiya bergan ekan. Alloh aytgan ekan, shu borib falon bir daraxt bor, shuni bargini yeng, siz tuzalasiz. Borib Payg'ambar alayhissalom haligi bargni olib yesalar, tuzalib qopti. Bir muddatdan keyin yana og'ribdi. Qattiq og'rigan ekan, borib haligi daraxtni bargidan olib yesa, og'riq battarlashibdi. Shunda ey Robbim, bu o'tgan safar shuni yeganimda shifo bo'ldi, bu safar yesam qattiq azob bo'lyapti deganda Alloh aytgan ekan, avvalgi safar sen mendan shifo so'rading-da, daraxtdan emas. Sen bu safar mendan so'ramading-ku dedi. Alloh u bargni shunchaki sababchi qilganida xolos. Ammo asl Alloh beradi azizlar. Bizni qilayotgan mehnatimiz, harakatimiz hammasi bu sabab. Lekin asl Alloh beradi. Rizq berguvchi ham hammasi Allohdan azizlar. Dard berguvchi ham, shifo berguvchi ham Alloh. Shuning uchun har holatda Alloh taolodan hojatimiz borligini unutmaylik.